Mana opamiz kelgan ekanlar. Girija bilan. Mana shu yerda og'riq juda kuchli dod deb keladi. Necha yil bo'ldi kelganingizga mana? Va hali 10 yil bo'lmadi. Qanday? O'zgarish qanday? Yaxshi bo'ldim, yengilgina bo'ldim. Shunday og'riq 2 kundan beri og'rib o'lib qoldim. Ukol dori bitta ham ta'sir qilmadi. Ukol dori ta'sir qilmadi, ha? Umuman. Hozir kechasi ukol olib chiqdim. 5 minutdan o'tgani yo'q, 5 minutga o'zi o'zimga keldim. og'rib mana chotga chiqqanday bo'lma yo'q. Yaxshi. Voy. Bu hozir bitta lechina bilan tugamaydi. Yana lechina olasiz. Har 2 soatda lechina olaverasiz. Nasib bo'lsa shu bilan ko'rmaganda bo'lib ketasiz. Voy, baraka toping.